bayrog'imizdagi yashil chiziqlarning mohiyati hozirgina aytilgan, qizil chiziqlar, oq rang, moviy rang, undagi berilgan yulduzchalarimizni mohiyati hozirgina ma'ruzachimiz tomonidan yoritib berilgan. Albatta buni har birimiz chuqur anglashimiz, bilishimiz va qalbimizga joy qilishimiz kerak. Mana shunday mustaqillik yurtimizda shunday o'zimizga xos bayramimiz, ya'ni bayrog'imizning borligi bu biz uchun juda katta baxt. Mana shunday kunlarga yetib kelishimizda bizni ajdodlarimizning juda ham ko'p mehnatlari. Bu mehnatlarni ular qon kechib, davlatimizni sarhadlarini himoya qilib, xalqimizni himoya qilib, mana o'tgan necha asrlar davomida qancha ajdodlarimiz qon to'kishgan. Ularning mehnatlari, ularning zahmatlari, jon berganliklari evaziga biz bugun mana shunday tinch zamonda yashayapmiz va mustaqilmiz. Mustaqillik bayramlarini nishonlaymiz, o'zimizni bayrog'imiz, gerbimizni nishonlaymiz, tilimizga davlat tili berilgan kunlarni nishonlaymiz. Bu juda katta baxt. Buni faqat yoshlarimiz uchun yurakdan his qilishlari kerak. Bu kunlarga yetmagan, bu kunlarni orzu qilgan ota-bobolarimiz loy kechib, mana shu hatto bayroqni qalbiga, dushmanning qo'liga tegib qolmasligi uchun jonini jabborga berib, yaralangan bo'lsa ham qochgan, bayroqni qalbiga mana shunday ko'ksiga urgan bizni ajdodlarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Muqanna kabi qahramonlarimizni biz hech qachon unutmasligimiz kerak. Bizni milliy qahramonlarimiz mana shu bayrog'imiz uchun jon bergan. Mana bugun eng quvonarlisi, o'zbek o'ziga bek, o'zining bayrog'i bor. O'zini muqaddas ramzlari, o'zining gimni bor. Qarang, qancha ramzlarimiz bor. Bu hammasi mustaqilligimiz sharofati bilan erishganmiz. Biz yoshlarimiz uchun bugun yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib, kelajakda mana shu bayrog'imizni yildan yilga davlatlarimizni katta tadbirlarda, siyosiy tadbirlar, sport musobaqalari, fan olimpiadalarida cho'qqilarga ko'tarib kelayotgan yoshlarimiz bor. Bundan keyin yana ham ularning safi kengayishi kerak. Elni, yurtga, butun mamlakatga, dunyoga tanitadigan bu biz bayrog'imiz. Nega? Har qanday musobaqada avval davlat gimni aytiladi va musobaqa g'oliblarining bayrog'i ko'tariladi. Futbol bo'ladimi, boks bo'ladimi, fan olimpiadasimi va olimpiada boshqa turlari bo'yicha qayerda bo'lmasin, birinchi bo'lib gimnimiz va bayrog'imiz e'zozlanadi. Demak, bizni